Qabrda ilonlar bilan dahshatli hikoya. Har doimgidek peshin namozini o'z vaqtida o'qib bo'lgach, janoza namozini o'qishga tayyorgarlik ko'rildi. Mayyit menga yaqin insonlardan birining farzandi bo'lgani bois, uni ko'mish marosimida ham qatnashdim. Mayyitni qabr tepasiga olib kelishdi. Shu payt Go'rkov meni bir chetga chaqirib qoldi. Kechirasiz. Men hozir sizga bir narsa aytaman. Faqat buni mayyitning otasi eshitmasin. U shunday dedi-yu, meni pastga, lahad ichiga tushishimni taklif qildi. O'lik qo'yiladigan xilxonaga tushdim. U yerda ikki katta ilon o'rmalab yurardi. Shunda gap nima haqida ketayotganini angladim-u, yuqoriga chiqdim. O'likning otasini bir chetga chaqirib, o'g'lini qabrga o'zim qo'yishga ruxsat oldim. Bolasining vafotidan hali o'ziga kelmagan ota rozi bo'ldi. Lekin hali nima voqea ro'y berganini bilmadi. Qabr ichiga tushdim va ilonlarga qarata shunday dedim. Bilaman, sizlar Alloh taoloning amri bilan kelgansiz. Bilaman, sizlar hozir mayyitni azoblaysizlar. Bilaman, bunga hech kim hech qachon to'sqinlik qila olmaydi. Va yana shuni bilamanki, sizlar Alloh nomini o'rtaga qo'yib so'raydigan narsaga qarshilik qilmaysizlar. Iltimos, dedim ilonlarga qarata. Men hozir mayyitni qabrga qo'ymoqchiman. Uni yerga qo'yganimdan keyin nima qilsangizlar o'zlaringiz bilasiz. Lekin iltimos, qo'yib olgunimcha bu yerni bo'shatib tursangizlar. Shu payt qiziq hodisa ro'y berdi. Ilonlar mening ko'zim ilg'amagan, oyog'im yonida turgan bir teshikka kira boshlashdi. Oyog'imni biroz bu yoqroqqa tortmoqchi edim. Kutilmaganda teshikka butunlay kirishga ulgurmagan ikkinchi ilonning dumi oyoq kiyimimga tegib ketdi. Dahshat! Garchi ozgina silab qo'ygan bo'lsa ham, bu ilonning dumi butun badanimga og'riq sochib yubordi. Biroz turib qoldim. Chunki oyog'im birdaniga muzlab qolgandi. Joyidan ko'tarilmasdi. Subhanalloh! Azob beruvchi mahluqotlarning silab o'tib ketgani shu bo'lsa, birozdan so'ng qabrga qo'yiladigan yigitning ahvoli nima bo'ladi? Xayolimga kelgan fikrdan seskanib ketdim. Oyog'imni bir amallab ko'tarib, tashqariga chiqdim. O'likning oldiga keldim va ko'zimning yoshini otadan oyog'im og'riyotganini to'planganlardan berkitishga urindim. Eng dahshatli tomoni, hozirgina bu dunyoga tegishli bo'lmagan azobni tortganim uchun qabr ichiga tushgim yo'q edi. Ammo mayyitning otasiga va'da qilib qo'yganim bois, noiloj o'likni yerga qo'yib chiqdim. Chiqayotganimda yurak yutinib, qabr ichiga bir qaradim. Ilon shaklida kelgan azob farishtalari o'z joylariga chiqishga ulgurishgandi. 35 yoshli yigitni ko'mdik. Keyin uning tanishlaridan bir amallab surishtirdim. Ma'lum bo'lishicha, yigit tirikligida odamlarni aldab, pullarini talon-taroj qilishni kasb qilib olgan ekan. Ushbu hikoyani tinglaganimdan so'ng ikki masalaga butkul javob olgandek bo'ldim. Qabr azobi masalasi xususida turli ixtiloflarga borib yurganlar tarix kitoblaridan emas, balki bugungi kundan ham o'zlariga yetarli saboq olishlari mumkin. Shuningdek, hayoti dunyolik davrda odamlarni aldab, turli yo'llar bilan harom pul to'playotganlar o'zlarining qabrdagi holatlarini bir tasavvur qilib ko'rishsin. Zero Hazrati Usmon roziyallohu anhu ham qiyomat va do'zax azobi haqida so'z borganida ko'zlariga yosh olmay, qabr azobi haqida gap ochilganda soqollari ho'l bo'lib ketgunga qadar yig'lagan ekanlar. U zotdan nima uchun shunday qilganligi haqida so'ralganida javob quyidagicha bo'lgan ekan.
Inson do'zaxga tushganida do'zax azobiga bir o'zi yo'liqmaydi. Uning oldida boshqalar ham bo'ladi. Inson qiyomat kunida mashqargohda bir o'zi qolmaydi. Yonida odamlar bo'ladi. Ammo qabrda hamma alohida yotadi. Men shuni o'ylasam chiday olmayman. Ushbu hikoyatlardan o'zimizga yetarli saboq olaylik va bir o'zimizga atalgan xonada salomat bo'lishimiz uchun zaxira to'playlik.